Assalamu alaykum, to'rdoshlar, yaxshimisizlar? Bugun ozroq naq maydon qilish to'g'ri qoldi. Men Abduveli Yasin temasi ustida ozroq to'xtalay dedim. Abduveli Yasin boshqa bir bo'ytaqlar bilan turayotgani bir oy bo'lib qoldi. Bu jarayonda bu bolani doktor bilan aloqalashib turib, doktorning degani bo'yicha Abduveli Yasinni jiddiyleştirmeydiğen, erkin koyup beriş, mecburi monçuğa düşürüş, mecburi mundaq işlarını qılmanglar, erkin koyup beringlar, bu beh muhim o'rindirdi. Hech qanday ishni mecburi qılmanglar deb turib talab qilgandan keyin biz ayol bir oiladekdan boshqa bir bo'ytaqlarning oilasiga ko'chirib aytib ketgan. O uyda turib o'tish jarayonini men azroq to'xtalay. Abduveli Yasin nonga alaydı amraqken. Adeti 3 vaqt tamaqdan sırt nonni shuncha yaxshi ko'rib yeydikan. Anadaki öyni qalaymiqan qivitidu deb turib, doktorxonagilam degan yataqni qalaymiqan qivitidu, lekin qat'i boshqurmanglar, o kasallikninki odati o bir odam boshqurgandikinlar xemiri yenib ketadi degandan keyin şununla biz erkin azade bu balını. Meyli nay yemez, nay yeydiğen, qanday qısa, her bir tüzüm astıda o balını kontrol qilish, o bekli bir hata iş deb bilime. Şunun için boytaqlarının ailesini bilsizler, meyli işten ayak etip koyamdı, kiyimini ayak taşlap koyamdı, keşte başka ballar qaytib kelgen çağda, Bilal degan bir balı mesul, anadaki redlep koydu, yana aşdaq egiz bas taşlab ötedi. Ona qat'iy çatdığımız yo'q. Aşdaq nim quvvatimiz ham beqish jarayoni shundaq. Andan keyin kartdan birini bijirib, shu kartda tamoq puli, hamma narsalar bor. Har oyda urib beradigan qilib, ya'ni bir narsa kam bo'lsa, dori pul kam bo'lsa, shuningga vaqtida urib beradigan, ashundaq o'rinlashtirgan. Tamoqni 3 vaqt tamoqni taladi yeydi. Qazan beşik o't ketmesin deb turib, çoqum qo'sqashqancha sirtda tamoq yeyishni, atdiganda chiqib tushdi, qaytib kirishni odatlendi, andan keyin tushdan keyin qaytib kirishni odatlendi, mushunda holatda. Andan keyin har qanday turmush puliga doir biz har oyda turmush pulini ayrim, uyning ijorasini ayrim, dorinikini ayrim, yana qo'shimcha ba'zan bir chiqimlar bo'lib qolsa, shu chiqimlarni ayrim qilib kelyapmiz. Nonga alaydi resmen, harbiy tuzumda boshqarishga qat'iy bo'lmaydi degan doktormi shu bo'yicha amal qilib kelyapmiz. Buni deb qo'yay. Bu hozir qarayotgan bolalar hech qanday bir tiyin olmaydi. Biz faqat shu Abduveli Yasinning o'zining kartiga pul urib berma har oyda. Nayt qarallik hem normalıq. Burunqi vaqti emas bu balniki. Men bir tashkilotchi emas. Men o'zim bir oyda bir qatim maash olma. Men o qarayotgan balalarım deb qo'ydim. Sizlar ha bu danglar, fikrlarim bir nima topsanglar birga yanglar. Lekin avar qilmanglar buni. Qalaymiqan qildi deb yoki monchig'imi majburiy tushirishga qat'iy ruxsat yo'q. Dedi doktor. Anadaki sakallarını mı mecburi ilişki qat'iy ruxsat yo'q dedi. O'zi yaxshi ko'rmaydigan sakalını chiq avitishni shu bo'yicha shundaqroq bo'lyapti. Anadaki har qanday odamlarga deydiganim qat'iy videoga elish, rasmga tortishga ruxsat yo'q deb buni yana tavsiya qilaman har qanday odamga. Bu bola omonat bola. Biz doktorxona, soqchi hammasi bilan birlashib turib chiqishlarni yordamda ko'ngil bo'lishdi. Bir xonim bor, doktorxonaga olib keladi. Andan keyin doktorxona diagnozini tortib bermasi bor. Biz shu bo'yicha app beryapmiz. Shuning uchun qarindoshlarningki hurmat qilishini, videoga tortib bu yerlarga taqatmasligini umid qilamiz. Men o'zimni videolarni chiqarib boqqanim yo'q. Bu bir qonunga xilof ish qilmish. Shuning uchun buni deb qo'yay. Talalarda yürüyüş erkinligi bor. Talalarda yursimu hergiz mundaq videolarni çekip unda qilmasligini umid qilaman. Kiyimlarni Kanadadan bir qarindoshimizni kiyim olib berdi. Amerikadan bir xonim
anadaki ikki inimiz şu ko'ngil bo'lib ko'nglini ifodaladi. Ba'zilarnikini tizimlab qo'ydik. Ma ayda kilar aynangmi pullari joy-joyda, shuning uchun yana bir oyga to'g'ri kelsin dedim. Avstraliyadan bir xonim gaqib tikandiq, uningmi kartiga pulni urib berdi. Uni ham mushoyida men qaragan bo'lsam degandikin kilar aynikini yana bir kart urib qo'yib turdi. Kilar aynikini men ko'targan bo'lsam, uningdan tizimlatganlar hammasi keyniga surilib ketdi endi. Mavo yana bir xonim, yana bir ikki inimiz degandeklar tizimlatib bo'lgandan keyin qachon uzilib qolganda shu vaqtida sizlarga xabar qilaman. Ananki shu tizimlik bo'yicha qilsanglar bo'ldi. Jiq pul ketmaydi. Lekin biz vaqtida hozirda doktorxonada yotgani yo'q, sug'urtasi joyi-joyida bo'layotgan bo'lgandan keyin qarindoshlarim, ko'ngil bo'lsangiz, to'g'ri yo'lda ko'ngil bo'ling. Rahatsız qilmang hech kimni. Bu birinchi temam. Ikkinchi temam Yevropaga kelayotgan qarindoshlar haqida. Majik ayrim xonamda jiq xonimlar, inilar, hammasiga qipsizlar Yevropaga kelmoqchi yoki kelganlar ichida. Ba'zilari kelib bo'lganlarni kelmaganlar chuqchilab oqidan tatilab shunday qiliqlarni qilib etibsizlar. Unda qilmanglar. Bir Uyg'urning o'sib dumbisi aptab ko'rsin. Aeroplanda keladi ba'zan davlatlarning ko'chmanlari. Uyg'ur biroz kelib qo'ysa, hechkim bo'lmaydi, qarindoshlar. Unda qilmanglar. O'rinsiz qiliqlarni qilmanglar. Birsi o'sim dumbisi aptab ko'rsin. Ammo yana bir jihatdan, agarda po'qingiz bor, bunda xildagi odamlar bo'lsa, po'qlaringizni yig'ishtirib keling. Bu Yevropa mening yana birsining emas. Har qanday odamning kagidek bo'lsa kevasin. O patva tilamchilikka patva tushganga o'xshash Yevropaga chiqadigan patva tushgan. Ey, menga nere desanglar bo'ladi, keldiganlar, kebilinglar, bolalaringlar tarbiyalansin, o'zinglar biroz o'simi bir odamdek yashanglar. Anandikin nima isminglarni Uyg'urcha tizimlatishni unutmanglar. Xitoychalik maymay tijang degandek mundaq bo'lmay, mana Uyg'urcha ismim mushundaq, biz Xitoychada mundaq tizimlatganlar, Uyg'urcha ismim mundaq deb tizimlatishinglarni umid qilaman. Anadikin yolg'onchilikni qilmanglar, ishongisiz darajadagi yolg'onchiliklarni qilmanglar. Jihatlarda hamda ko'ngil bildirganlar bo'lsa, yordam qo'linglarni sunug'idek bo'lsa, yordam qo'linglarni suninglar. Boshqa davlatninki o'zining mustaqil tuprog'i va davlatlarning ne odamlari top keladi. Ularniki ko'chlab o'ltamaydi hech kim. Bizningki ilar kelib qolsa hech nim bo'lmaydi. Bir Uyg'ur ko'paysa, bir tilamchi ozlaydi. Bir munda qildigan ozlaydi. Uyqumizni ichib muomala qilaylik, yordam qilganda qo'llaringiz olsa yordam qiling. Aldamchi emas odamlarga yordam qiling. Unchola qo'qib ketgidek bir pullarga sammabdi qahma. Uningmi keynidan ko'chilab o'ltamang sağallarnikini. Jiqlar menga tavsiya qildi. Mush ovozlarni qo'yib bunda qilgan bo'lsangiz deb, yo'q. Men to'p chashmayman hech qanday odamni. Bir Uyg'urning dumbis aptab ko'rsa, qo'shilamayman. Lekin to'p chashmayman. Shuningga deydiganim samimiy taklif. Bu Yevropaga kelibdi, kelmabdi deganlarni to'rlar tashviq qilmanglar. Birsi o'sini kelib qolsin. Birsi o'sini kelib qolsin. O'ylab beqinglar. Tilamchidan birsi ozlaydi. Eliq tizib yolg'ondan erlarninkini hijab kiygizib erlarni tizishning o'rnidagi shu odamlar ozlaydi. Bir Uyg'ur o'sini kelib qolsin. Yordam qo'lingizni sunig'ideklar bo'lsa, to'p chashmang. Qarindoshlarim, samimiy taklif. To'rlarda uni tashviq qilmanglar, bir kunlarda bu yo'llarni itilib ketmasin. Birsi o'sini kelib qolsin. Rahmat sizlarga.